Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytilar balki. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'inimiz haqiqiy sopliq ham a'lo suhbat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izdinish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Yaxshimisizlar, xush keldingiz programmamizning aziz mehmonlari. Hammangizga xush keldingizlar. Xush keldingiz programmamizning bugungi soni bilan sizlar bilan qayta yuz ko'rishganligimizda intayin xursandmiz. Bugun sonimizga taklif qilgan aziz mehmonlarimizdan Suyimlik inim Yusufcan Mijit, Mutallibcan Qovul va Mahmudcan Mamud. Bugungi aziz mehmonlarimizning biz bilan suhbatning ko'ngilli bo'lishini chin dilimizda umid qilamiz ham sizlar uchun. Ma'lum bir ma'nilik minutlarni ato qila olishimizga chin dilimizda tilakdoshmiz. Bularning qolgan ahvollari bilan tunishib chiqaylik. Mutallibcan Qovul inim to'g'riliqini fikrlarni ko'rib turmanda yana. Nəhayət fikirləri joyida, ta'sir doirasi xeyli bor, o'zining maxsus salonlari bor, Mutallibcan Qovul deydigan bir ism paydo bo'ldi. Buni zaman boshqalarning ig'izda anglab, buni keyin izlab ko'rdimda. Nəhayət yaxshi fikrlar. Ondan ko'p qirliq, iqtidorli shunday bir balimiz borki, yumorlarni anglayapman. Onun üstüge özünün malqı doğraş iqtidarımı bor ekan. Har bir jutning yerlik yilqi shivilar bo'yicha yumorlarni so'zlaydi. Mo'shu bola alomat bola ekan. Men tafsil o'qimayman da hamda nimasini qiyosni ko'rishmagandan keyin hatto yashini o'qimayman. Qanchalik biz bilan tangmi yo kichikmida. Juda qiziq yurgan kunlarimning birida Mutallibcan Qovul menga telefon qilib qoldi. Aka, men Mutallibcan Qovul, qanday ahvolingiz deb. Men faqat tunmaydi ekanman bu Mutallibcan Qovul deb o'ylab yuribdim. Biroq biz allabirdan tunishib ekanmiz. Haliqi men qiziqib yurgan Mutallibcan Qovul mo'shinim shukan. Biz burun ko'rishib ekanmiz. Biroq endi balki mening ismimda qolmagan bo'lishi mumkin obrazichi. Ism bilan Mutallibcan Qovulni birlashtirolmay qoldim. Mo'shina bir sababli telefonda aka men Mutallibcan Qovul degan ben çandomdum bizga. Va qanday olam deb boshlab ketdik bu gapni. Bu chaqda Mutallib o'zi menga bir yozgan naqshisini evatmoqchi bo'lib Mutallib? Ha. Nima unutmisi? Ata-onam bor demisdiki. Shu vaqtda shu o'zing yangi yozgan naqshda u. Tekstni shu o'zing yozgani? Ha. Shu o'zim aytaman deb buningki o'zim vashi aytaman deb qolgan naqshdi. Yuqorisiga chiqdim. Vaqirab. Töniga tushmayman da qilib. To'xta deb o'ylanib, Abdulla akamning asl naqshisininki me'masi tövin dekan. Me'masi. To'xta. Abdulla akamning naqshisi ekan bu. Deb Abdulla akamga shu naqshini avatib berish munosabati bilan qaytadan undidorlashdik. Emniyette biz 2011-yilimi shu Yakan Mashrifiga Abdulla akam borgan chog'da shuning oldida telefonda ko'rishib tushirib, shu Yakan Mashrifini suratga olib qo'ygan ekan, biz ko'rishgan. Shu chog'da Abdulla akamning hamda menga bergan alohida bir yaxshi ta'sirli bo'lgan deganda. Meni ijroqdan kelganimni ko'radi Abdulla akam. Shu programmaning rejissyorlari bor, operatorlar bor, yugurib kelib quchoqlashib ko'rishib, aytib izzetimni qilganda shu chog'da qaytadan bir hurmat tug'ilgan. Shu kirib kelgani qanday ko'rgandingiz? Abdulla akam shu chog'da futuq cho'ng keldi, oyoq kiyib olibdi. Ovoz chiqqan degan. Ovoz chiqqan, ha? Shunda bir sabablar bilan ko'rishgan, lekin undan keyin men Abdulla akamni o'zim
izlamagan. Chunki Abdulla akamning mayli qilayotgan kasbiga bo'lsin, bizningki qo'limizdan keladigan bir doir bo'lib qolsa, Abdulla akamga biz aka meni mandarax bir narsam bordi, siz meni foydalaning yoki shuni bir jonlantiring degidek sharoitga kelgan bo'lsak, Abdulla akam qo'ldan bermaydik shu vaqtda. Lekin bizningki davomli shu chog'da izlasak, nima deymiz deganda Abdulla aka nima ish qilyapsiz? Abdulla akam naqsh yetdi, qo'y vaqtmaydi, navaylik qilmaydi. Bizga tunishib bo'lgandan keyin shu. Ko'nglimizda naqsh muzikalar orqali yangi naqshlar chiqsa, ma akam salom etgan, yaxshi turib yutibdi deb ko'nglimizda yetib turgan. Shu bir naqshini o'zimning hamda ovoz sharoitim to'g'ri kelmay, Abdulla akamning naqshisi o'tdim shu, Abdulla akamga bir ko'ngil so'z qilay deb Yusufjondak o'zim yetib so'qimda. Ayting aka deb shuni aytdim. Anadan keyin bu arliqda yana bir qiziqish bor. Men Abdulla akamdan qitim taqatgan kelmigash degan naqshning tekstini yozaman. Mening kallamdan men burundan yipiqroq narsalarni tarixiy makalasi uslubdagi she'rlarni yozishni yaxshi ko'raman. Andaq bo'lgandan keyin buni yozib, mening atrofimda men ahang ijodiyat qiladigan not yozadigan balla bor. Ko'rsetsem buni naqsh teksti demay, bishiga bir hikoyadek bir tema qo'yib, diplomatiya qilib taqdim etdi dedi. Bak ko'nglim keldi, chunki men bu she'rningki yaxshi chiqib qolganini bilaman-da, his qilgan. Shu bilan Abdulla akamga hechnim demaydi yo'llab qo'ydim dedilar. Ras hechnim demaydi yo'llab qo'ydi. Birdamdan keyin Abdulla akam mana shuni men o'qiymi demadi-da. Sen mani bir nima qildingmi, qilmadingmi? Sen nem qilmagan bo'lsang, men o'zim nem qildim, hozirlanib. Men nem qilishni boshlayman dedi. Xo'jalab ketdim men. Bo'ldi Abdulla aka, siz nem qildingiz ish bo'lsa. Dedik, ajoyib bir cho'ng naqsh qilib itdi. Undan keyin yana bir tekstlarni yozishlar bo'ldi. Ahmaydan yozib berdik. Shu jarayonda Abdulla akam bilan hozirgidek endi yaqin munosabat. O'sha yaqin munosabatlarda bo'lib qanday gap so'zimiz bo'l, tatilmay, ajitim tushsa, davrman deydi. Ustoz deb shuna. Aka, bormisiz? Mana ishim bor ekan meni. Ustoz deb. Darhalla qo'ldan keladigan o'zing sharoit yer birdaga ishlar bo'lib qolsa vaqtida qilib beryotdi emaslar. To'g'ri. Endi bugun Yusufjon desak, Ipak yo'l sadosininki tunji qarani chempioni, Mahmudjon desak, o'zi yaxshi ijodiyatchi, yozudi, chaladi, o'qiydi. Endi bu shikinglar bilan birga Mishad Abdulla akam bilan paranglashib o'ltirish fursatini shu Abdulla akam bizdagi azroq iqtidorni bayqab, biz shunda fursatni badamda shu narsani Abdulla akamga rahmat aytaman. Shu sizlarni yaxshi ko'rmiz ukam, ko'pchilik yaxshi ko'rdi. Shunga sizlar to'g'riliq nurg'un uchirlarga erishmoqchi bo'ldi. Sizlarni ko'rayotgani faqat ijodiyatinglar, naqshanglar, yoki sandik qiyofatinglar, yoki umr chaqchaqlaringlar, salondagi bir necha minutlik ish faoliyatinglar bo'ldi. Teximiz sirdoshqisi bor xalqningda. Shu bizdan o'zaro suhbat bizni yaxshi ko'rmizda sizlarni. Mungdashqan nurg'un yaxshi ko'rayotgan ko'zoynak taqsam, vami ko'rmayapti. Ko'rmay kelyapti. To'g'ri, mush to'g'riliqmi? Paranglashib to'g'ri keldi mutalibcha. O'sha kelmigash degan naqshni aytgandan keyin Mutallibjon qabul deydigan bir shoir. Hamda boya tekst to'g'riliq gap qildi Mahmudcha. Bu she'rni menga ivatiblar, gapmi qilmaydi deb o'nim deb imkos berdi degan o'xshaydi. She'rni o'qisam haqiqatan pishqon bir qalam egisini she'rida bu. Ana naqshni tilma oldim. Umid Abdulla akam yaxshi yozdi bu. Haqiqatan bir pishqon shoirning qalami. Shuni dastlab birinchi o'yam bu boshqa bir shoirning she'rini men naqsh qilib ayting aka deb evatib qo'ydim o ya. O'zi yozganmidi deb qarsam Mutallibjon qabul deb nimasi bor. Unda o'zi yozibdi. Voy, to'xta bu men chaqchaq qildi ash emaskan bu deb astoydil. Nima qilmoqchi naqsh qilib bo'ldingmi ya? Menga beryaptingmi desam, "Voyam biz uni sizga beryapmay nima bo'pti ekan deb ndavsa deb buni ijodga topshirib, nihoyat yaxshi she'rni mana bizning ustozlarimiz bor-ku, shoirlar, balkim bu she'rni ko'rgan bo'lsa yoki anglagan bo'lsa, bizga o'xshash yaxshi bor bu. Saviya bor. Haqiqatan uning ustiga bizning shoirlarimizning ichida klassik uslubda
yoki ustozlarning yo'lini tutib shu shaklda yozdiganlar ozroqchu. Bo'lsa hozirgi zamon she'rlarini yozamiz, shoirlar masalan barmoq vazni degan keyin chiqqan qoida bo'yicha yozamiz. Bu oruz vaznda, klassik usulda ana she'r yozgan shoirlar biroz ozroq. Qarasam shunda bu she'rdan keyin inkoslar ko'p bo'ldi. Mutallibjon Qavul deganmi? Peshqadam shoir va ekan. Shuni ular mendan so'raydi buni kim? Bu shundan bir inimiz desam, buning hamdiligi boshqadan qiziqqanlar va yumorlarni ya'ni anglamaganlar anglab biz deb so'radi. Ammo bilgisi var nima? Mutallibjon ko'zi burundan shundami? Abayuz ko'may qaptimi dedi ku. Shunga o'xshash burundan shundami yo keyin shunda bo'lib qolganmi degandek. Endi men shu yakanninki qo'shirab deymiz, shu Mahmudjonning mahallasidan Biz qo'shna, qo'shna. Qachon qo'shirab, men qachonda? Yakandan endi bir 100 kilometr kelib qoldi Naishchidan. Shu bir tog'liq rayonda cho'ng bo'lganman. Endi tug'ilishimdan faqatlam ko'mayman. Bunda desam nurg'un odam ishonmaydi, chunki men 2010-yili kompyuter o'rgangan. Kompyuterda masalan shu chaqlarda endi oddiy mashg'ulotlarni qildik, o'zimizningki yozgan she'rlarimizni o'zimiz boshqalarga tayanmay kompyuterga besib saqlab yana unutib qolsak shu kompyuterdan tetib qiladigan andikin bir barmoq diskiga naqshini ko'chirish, kompyuterdan barmoq diskidan kompyuterga ko'chirish degandek keyin shu hanzi tur bekatlardan o'zimiz foydalanish tegishli bo'lgan materiallarni izlab tushiraylikdek bo'ldik. Shu 2010-yil ham hech qanday bir balla kompyuter ishlatmagan. Men shu kompyuter ishlatdim 2012-yilga kelgan chaqda lekin biz davr bilan tangmamiz deb Shinjondan bevosita shu telefon yasaydiganlar bilan aloqalashib shu telefonniki amalog'i mos keldigan shu ovozli ranjani qachirtib biz QQ ishlatishni boshlagan 2011-yilda 2011-2012-yilda shu tug'ilishimdan ko'rmagandan hamda boshlang'ichdan o'qimaganda bundaq turib bu qanday bo'lib she'r yozdigan bo'lib qolgan desa men endi shu dadamninki burundan ancha-muncha yozdi ekan qanday mana she'rni yozgan degidek she'r yo'q. Lekin shu xalq ichida endi shu yozalaydi deb biladi ekan. Hem men kichigimlik ko'rmagandan keyin bular bir sabab qilamiz o'g'alning cho'ngi deb shu bakchiq davoltib ketgan. Jo'ngichi dorilarni ko'zga tangadigan, temitadigan ishlarni qilib faqat unmaydi. Ko'zninki rolni tushunmaydim-da o chog'da. Men bularni hammadan ko'rmaydi deb o'ylaydim. Unda sezimdan bo'lgan ekan to'g'ri. Qilgandan keyin shu jarayonda mening onam hamda shu yizida shu sharoitda 100 necha ko'ydim mashilib ishlaydigan bir vaqtlik o'qituvchi. Tugamaydigan hikoyalar bo'lardi. Hikoyani kitob qaramaydigan shu yodlab berdim, o'qib berdim ona. Shu hikoyani anglaydim. Savoq men bilan tang tushib bolalarning hammasi maktabga mangda 6-7 yoshga kirdi. Shu chaqda boshqa bolalarning ko'rdiganligini o'zimning ko'rmaydiganini his qildim. Bunu maktab ketdi, men yolg'iz qoldim. Onam o'qituvchi maktabda, dadam bo'lsa shoför sirtda. Shu jarayonda turib, asli boshqalarningki bir odam yutlab mangmisin, mangalaydikin, ko'ralaydikin degan bir narsani o'ylab, shundan e'tiboran men radiolar manglaydigan bo'ldim. Radioda birga naqsh anglayman, yana birga maxsus roman, radio dramalar bo'lardi. Shuni anglaydim. Shu orqali endi burundan shu kichik vaqtim tarix qiziqadigan o'xshayman deb o'ylayman, cho'ng bo'lgandek his qilganimda. Shuni anglash orqali birinchidan dunyo ko'z qarashimiz o'zgaraydi ekan. Ko'z oldimizga kelib turib, shu radio daramanda bu bir hikoya deb lamalab o'tib ketmay, manda ishlar tasavvur qilib qolganimizda. Ko'rinishlarni ko'rib turibmiz-da. Shu tasavvurlar bilan cho'ng bo'lib, 17 yoshimdan boshlab she'r yozishga boshladim. Tuyuqsizlab she'r yozadigan bo'lib qoldim. She'r yozib 5-6 yil she'r yozdim. Shu Mutallibjon shu birinchi qatimda yozgan she'r bormi? Bor. Qaysisi bu?
tunji qitim shu o'zim uchun amoning vaqti qayerda deb bir she'r yozib ekanman 6 kublet. Hem bu çağda şiirden kandak bulduğunu bilmeydiğim vaqtlarimda. Şu tunji hissiyat şu da şiir kirgan hissiyat. Şunu yazdım ama 6-7 yıl şiir yazsam bir adam eke ama şiirininki mavzusu bo'lsa-mu qanış buldu ekan demedi. Hem de etrafımdaki özüm bilen tanışıp valla maqtab ketdi. Biz işilteyli demigen bilen hemmesi yaxshi qilsa deb bergandekin mayli ras yaxshi qildi mayli ishlar bizga bir ilhom bo'lsin uchun yaxshi qilsa desam shu tariqada mangdib 7-8 yil she'r yozib 2011-yilga kelgancha shu Abdulla akam bilan tanishdim 4 kun avval Abdulla akam bilan 11-oy nima 7-oyning 23-da ekan mashhurda ko'rishdik 2011 endi esimda bor. Şu 7-oyninki 19-kuni biz Qashqarda bir naqshkechilik bo'ldi. Qashqardagi bir yerlik muzika takimizdan bir so'ng telefon qilib, "Mushta bir naqshkechilik bor", deyildi. Kelib, naqsh o'qpa demaydi-da. Şu tunji qitim yozgan she'rim bayam kepini qildi. "Amani baxti qayerda" degan she'rni men ungilib taqatgan turdi. Ovozliq asar qilib. Asar. Şu şiirimiz okuyor. Vay be okay. Dep beş pulumuz. Pulanmayın yani. Deygi çıkırdık aşağısı. Pulanmayın. Dep badem ilk kişilikini ötküzdüğün nakışçı mı beni tanımaydı. Ben de tanımayım. Ayşımız zekat akımız. Muşbalı seneye çıkırdı dep ekirip koydu. Seneye çıktık. Şu yerde bir kançaymış. Kaşkaydık hem de şu çarptı. Bala nakışçı balla. Şu Kavjon ro'qatgan o'quvchi balla bilan tanishdim. Shu balla bilan tanishib kendim bir qancha tekstni yozib berdim. Orliqda 2012-yili Hazrat Ali Mehmet Tursun men bilan degan deylik tayyorlab qilgan vaqtda shu deyning 3 ta tekst yozib berdim. 2 ta lozim degan 3 ni yozib avatib berdim bir 2 ni tanlavasin deb. 3-chilisini aytdi. Uning ta'siri yaxshi bo'ldi. Shundan boshlab hamda mening tekstim bilan 5-3 DVD plastinkasi e'lon qilingan bo'ldi. Lekin mening kallamda o'zim yozgan she'rni o'zim faqat rozi emasda. Men she'r yozishni qanday bilganiga degan chaqda hamdalik uni qopiya ekamiz bo'lmaydigini bilaman. O bo'g'im. Uni buni uqmayman. Shu masalan shu Abdulla akamning Bulaqman Mo'minjon akamning sig'inaman sig'inmasangmi. Shu naqshni anglab shu naqshiga keltirib ahongiga she'r yozsam bo'g'imi uzun qisqa chiqib qolmaydi ekan qafiyasini keltira olgan ekanman deb bir naqshchining naqshini anglayman shu naqshiga g'ingshib tang naqsh o'qigach u naqshchi bilak tekstni o'qiydi men o'zim qallamdagi tekstni yozaman-da uni ahongiga shu naqshchi 10 kubletlik naqshidan birini eshitsa men bu naqshni yozgan she'rlarim 3 kublet 4 kubletlan bo'lib tugab ketaman men. Aşında kalıyor. Men de ilkin naqsh teksti bilan odat she'rni o'xshashlar hisoblayman. Kitob o'qimagandan keyin. Lekin buningki men bir foydali taraf bo'lib qoldi. Mana shu naqsh anglab shu naqshga qata yozgandan keyin ilk ishiltiladigan so'z iboralarga sal bir naqshga mos keladigan go'zal Shu yo'lga men ketdim degan. Go'zal so'zlarni ishiltadigan bo'ldim. Arliqda men 2008-yilning oxiridan boshlab o'zim bir meyiplar san'at o'mak boshqalar aytmayotgan san'at o'makka mas'ul qilib qo'ydi. Endi u chog'da boshqa hech qanday iqtidorim yo'q. Faqat isamkamni do'rayman. Shu chog'da menda iziqchilik she'r jihatda toza bir bo'lmasammi itot yozdim. Itotmi yozding? Itot yozdim. Sahnada ham deydi. Meyiplarni ko'rgandan keyin shu bolaga tushadigan yozma Ulan o'xshash ko'z ko'rmagandan keyin magamni qanday quloqni manda qilsa, putini manda qilsa, u uqmaydi. Shunga undan keyin tutib bugitdim. Rejissyorman, aktyorman, riyosatchiman, ilanni qilib boshqa bolalar chiqib o'zining rolini o'ynab qo'yish keyin almashtirib chiqdim. Shunday qilib yurib 2016-yilgacha ham nima hisobda bir tarafdan naqsh tekst yozdim, bir tarafdan shu o'makni ham boshqalarga hisobda. O'makilda uyan qo'yib yurdim. Muqim bir o'makda emas. Yili Qashqarning, yili Aqsuning, yili Ko'rlarning o'makida yilda bir 3 oydan 6 oygacha turdim men. Har bir o'mak bo'lsam, yerdan
nomerlarini qilib tushirib ratlashib berib shunday qilib yurdim 2016 yilga kelgan chog'da undan keyin mana shu avtonom rayon bevosita markazga iltimos qilib jungo tavasida tijorat xarakterlik o'yin qo'ysa bo'ladi deydigan yan cho'jongdan beri bijirpadi o'yin qo'yish yan shu ko'jang badi uni badi bageniki men xusholab ketdim men chunki ismi yakan go'zal qilib miblar san'at umiki bo'lgan bilan bu doirasi cheklanadi ani bizga bergan chog'da butkul jungo tavasida ishkiriy o'lkalarni qo'ysanglar bo'ldi sharoitlar yer bersa ishkiriy o'lkalarni qo'ysanglar bo'ldi tijorat xarakterlik Sarkarda Alkuyar yurishlik ishbostlari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi soflik va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinusida o'zgacha bir ma'no bo'lib keldi. Sarkarda ishbostlari tish va tishmilik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri puruqini yo'qtadi. Sarkarda Alkuyar yurishlik ishboshlarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda yurishlik ishboshlari Sarkarda. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastillari. Ani bijirib bergandan keyin ben xusholab ketib 2017-yili Şinjan Güzel Qalb Medyat Taqti şirketini qurdim. Qurgandan keyin endi nurg'un ballasa hamma ishni qilamsa dedi. Lekin mening kallamdagi nishon nima degan chog'da qandaqdir bir yil nam obro'y qazilib cho'lpon bo'lib ketishim emas, pul tepib boyvachchi bo'lib ketishim emas, faqat yilqi saq adamlar yetazay bijirim adamlar qilib ro'yab chiqarib bo'lamagan ishni mayli qilalay qilmay bir qippi qishlam nishon borchi endi. Ömekning ishlarim yaxshi bo'lib, shirkatning ishlarim yaxshi bo'lib, tuvandagi restoranlarga, klublarga men naqshchilarni maxsus o'rlashtirib turgan bo'ldim, o'tirdi vositachilik qilib. Shirkat mavjud bo'lgandan keyin endi. Mavjud bo'lgandan keyin shirkat nomidan, o'makning nomidan qonuniy rasmiyatlarni o'lchamlik bijirib, naqsh tekstlarni o'zimiz urib chiqarib, tarjim qilib, ashlarni maydon sharoiti bilan normal ta'minlab, aniq qilib 2019gacha shu she'r yozish, o'makning ishi, shirkatning ishi degandek ishlar bilan bo'lib 2019 kelganda men mashin shirkatdan birini qilib oldim. Mashin shirkat? Ikkinchi qo'l mashin shirkati. Ha. Shuning bilan bu mashin shirkatni qilsam, hamma odam shuni ko'zan ko'rdiki. deb turadi. Masalan, bozorga chiqamiz ham ikkinchi qo'l mashinani bir yoqdan olamiz, bir yoqdan sotamiz. Ko'zan rost ko'ramiz, yolg'onmi dedi. Ko'may desa baribir ishonmaydi. Sen mashina olib qo'yibmiz. Ma gapni oshkorlasam, divorim to'xtab ketdi desa. Amniyat faqat ko'maydi, lekin men mashinanki endi shirkat boshqa bolalar bo'lgandan keyin mashinani o'taldirdi, ovozini anglayman. Anondan keyin mashinanki yil tarixi, marka tiplari men maxsus mashinalarningki shu tipidan tortib, shuningki zavod bahosi qancha pul, yo'lga chiqish qancha pul, shulardan tortib men maxsus yod qoldim. Yodlab, endi chunki manchi yilning manda mashina bor. Pokizlik nisbati manchilik mashinaniki. Desa mana taxminan manch pul atrofida asaq bo'ldi-ki, manch pul sota olamiz deb bilishim kerak bo'ldi. Bu hozir ashuna bilalaydigan bo'ldim-da. Shu ishlarni qilib undan so'ng 2016-yildan boshlab o'zim salon qurib, endi 2016 6-oydan boshlab kuniga muqim 4 dan 7 gacha yumur so'zlayman surasiz. Shuni o'zim loyin qilaman, o'zim chiqarma. Shu kuniga 4 dan 7 gacha yumur degan gap oz gap emas. Boshda va kitoblardan foydalandik, kichikimizdan anglab cho'ng'o'ga yumurlarni so'zildik. Umi har qancha yesi bir yil o'tdi. Bir yil yasi jiq yetgan bo'ldi. Uningdan keyin men o'zim shu yumurni ijod qildim bo'ldi. Hozir qadar ham o'zim tizimlab qo'ymay, o'zimning salonda bir
3 mingdan ortiqroq ijodiy yumurimni so'zlabdim men. Ovoz qilib taqatdim. Ha. Amaliyotda men mana shu dastlabda bu Muttallibjon Qavul degan bola yumorlar orqali qiziqib qolgan. Qarasam o'zi yozgan ijodiy yumorlarda. Ben o yumurlarni taqib qilgandan keyin turib yurt shivirlarini o'raydigan bo'laman. O'zim qiziqmanman o'sha ovoz mahoratiga. Anda bo'lgandan keyin dastlabida 2016-yillarda shu yurt shivirlari bilan boshlab yumor so'zlasak, telefonni kelib qoldi. Oy qandagada ya işiniz yok mu sizden xo'janinkin durmusunuz qandagina bu tilab bo'lmamdikina sog'liq atqanga tushib qolgan bir emas bu. Ben hapımdan düşendirdim. An seviye şunçilikten de onu yerim ki. Yumur çakçaktan düşendirdim. Haysa aslında işleri puşam da. Şani gibini satmasak can bakıl bomba atamdım da. Hakime dikkat kılay. Chiroyli yapıldı bizde. Hakime dikkat kılay. Sen bakılsın. Sürekli tep kamcımaz ya. Erken karşılam gibi kılıp gezeceğiz ya. Sen atı bağım pul çiçek amrak emez okuşmam da. Pul amrak dizlam at işlem gilem seni kızımda. Ay şimdi sözleydi kaldı yamancı. Pişip ötep gidipsiz ha. Ay şimdi sözlep ketken diken ben toktap kalay dedim. Toktap kalay dep turup tokta. Hem de bu başkalar şimdi nurgun edep kollavasa. Mыңның арасыдан бірisi қопап şu gapni qilsam, to'xtab qolsam to'g'ri bo'lmaydi. Jurt shivirlarni doğruga yomonning keyniga cho'qimli eskartim. Bu qandaqdir bir jutvozlik emas. Tilinglarni so'kkanlik emas. Men o'zim yaxshi ko'rganni do'rayman. Chunki men Qashqarlik demanglar, hotelda tartishtirmayman. Mening yomurchaqchiqim anglaydigan odam nadi bo'lsin shu yerlik. Men qaysi jutning shivisini yaxshi ko'rsam, men shuni do'rayman. Dep her bir qitimliq shu jut shivilarini doğruga yomurda eskertib turgandan keyin xalq buni tadrij qabul qildi. Qabul qilib yaxshi ko'rib, anglab madad berdi. Men shu endi naqshitmaydim. Turupla shu to'y to'kinlarga berib qilma, u yerda yumur so'zi qilinmaydi ekanda. Do'stlara o'tirib qolsak qamlashgan bilan boshqa faoliyatlarga yomur chaqchaq tushmaydigan sorunlar bo'lib qoldi. To'g'ri. Bir narsa talab qilib qildi shu yerda. Endi mana shimol tarafda biz qanday chaqchaq qilsak qilib o'tkazayotgan bilan Qashqar tarafda bir chaqchaqni mandara qilsak rost qilib tayaqiyga chiqdi-da. Shuning bilan vallahi sen o'zing yozgandikan. Sen yozsang biz ahangni ishlasak, mana qilib bir naqshi aytdi, bir qancha naqshi aytgan bo'ldik. Azdir ko'p turamdi shu. Janubning sharoitiga tush kerak. Shularda amal qabul qilaligidek oddiy naqshlardan boshlab. Yaxshi bo'lyapti. U naqshni nima oldik? Shundaqda Muttallibcha hozirgi keygacha mush yoshda nurg'un ishlarni boshdan o'tkazib, nurg'un tirishchilik ko'rsatib, aztur natija yaratgan bir yigit bo'lish sifatingiz bilan mushu boshqalar qaraganda mushu ko'zning ojizligi sababidan bir azoblangan yoki bir afsuslanib qolgan vaqtlarim bormi? Bu jihatda men shu boyam degandek hamda ko'zrinki odam uchun intayin muhim ekanligini his qilgan vaqtda azroq ko'nglim yerim bo'lganligi unda deb menda azoblanish yo'q. Asta cho'ng bo'ldik, cho'ng bo'lgandan keyin boshqa kelganda batur deb men reallikni ishtik qabul qildim deb o'ylayman o'zim, ichim gap ketmay. Men shuni o'ylab bo'lsin to'xta. Endi ota-onamizga farzandlik burchimizni haqiqiy ado qilamidik endi mushta bo'lganda ekan. Lekin oshilninkin bisimini yeniltib balamni g'am qildik, g'amimizni yo'q qildi deganni o'zim ham shunday bir to'g'ri. Azroq bo'lsin bir bisimini yengillatsak, mush bir farzandlik burchimni ado qilgan bo'lar. To'g'ri. Degan maqsadda shu mayli o'mak qurish bo'lsin, yoki shirkat yoki naqsh tekstilning ishlari bo'lsin, qat'iy qo'ldan bermadim. Endi birdan bir shu afsundigan ish bunday bo'lganda shu ota-onamning normal odamlarga o'xshash qilish tegishli xizmatini qilolmay qoldi. Menimcha bu natijaning o'zima boy degandek ota-onalar aslida bu o'g'ildan ansiraydi, hatto kichik inlarini bu akanlarga cho'qim yaqin tursalar, yordam qilsalar degan bir umidda yurgan. Ammo o'lmagan yerdan hozir Muttallibjon o'ziningki o'shunday bir yuzun qobiliyatini namoyon qilib turmush kechirib, hozir ukunlarga o'zi aql bo'lyotdi-da. Xuddi normal odamlar hatto ba'zi biz qilolmagan bir ishlarni
cüret qilib oilani yukini yeniklatgandan o'zi shu ota-onaninki umidini oqladi degan yerda chiqadi. Menimcha buningda hech qanday chatoq yo'q. Biz normal ko'zi aniq ko'radigan odamlarmi havas qilgidek yoki yetdan desak bo'ldi bu jihatda jamiyatning ko'ngil bo'lishi bor. Biroq o'zining tirishchanligi asosan muhim o'rinda turdi. Bu jarayonda balkim odatda nurg'un saq odamlarning yanada bir yordamchilari bo'lmasa ma'lum bir o'ziniki natijani qo'lga keltirish jarayonida yordamchi bo'lmasa hamkorlashuvchi bo'lmasa o'zi yolg'izlar hech qanday ishni balkim to'liq maqsadga yetkidek o'zi roziligidek vujudga chiqarmay qolishi mumkin. Jumladan mutaliflarning mening anglashimcha shu ayoli ya'ni bizning singlimiz bizning nazarimizda vafodor ayol mutaliflarning kuchli yordamchisi nurg'un ishlarda yukini yeniklatib yaqin turib uzunni qisqa qilib to'yinni egiz qilib degandek bunday bir yaqin yordamda bo'ladi. Shu bugungi fursatda balkim mutaliflarning shu singlimizning o'ziga ko'rsatgan aqidasiga yetkazayotgan muhabbat mehriga balkim bir ko'ngil so'zlar bo'lishi mumkin. Ashuni anglab baqsaq bo'lamdi. Bo'ldi. Hamda menimki men to'y qilaman deb yurib, hamda nurg'un elchilarni qo'ydik. Nurg'un uylarga elchini qo'ydik. Lekin ular bir ig'izlam savol bilan rad qildi. Qizimiz erini baqamdi, eri qizimizni baqamdi degan savolni o'tirib qo'ygan ekan. Bo'ldilar, to'y qilmay o'tib ketadigan yerga keldim. Arliqda bu ham degandek mana shu sirtning qaysi viloyatlarning o'maklida taklif bilan turadigan bo'lgan ekan. Oqsuvninki bir mehmonga berib qoldim 2012-yil. Berib shularninki o'yinini qo'ydik. O'yin qo'yish jarayonida biz 3 yil bo'lgan o'mak bilan hamkorlashayotgan. Lekin bizning o'makniki mas'ulniki singlis farqini bilmaydimda. Oqsuvdagi o'yinni tugatib ko'rliq barimiz dedi. Bo'ldi ko'rildi o'yin qo'yiblar bu yerga dedi. Bilet sotadigan odam kamlab qoldi bizda. O singlisni aytib oldi. O'makda shu birga turgan vaqtimiz taxminan 15-20 kun chiqdi. Shu arliqlar hamda ishkelan tanishdik, to'y qildigan bo'lib qoldik. Cho'nglar qo'shilmagan bo'ldi. Qiz tarafniki. Ularningki iddiasidan yomon ta'sir o'tkazib to'y qilgan. Hozir men dehqon o'psa emasman. Meniki bir qiz, 2 o'g'lim bor. 3 bolam bor. Ayolim hozir qadrimda oilada. Meni ham deyildi. O'zimlik tijoratdan uning buning ishlaridan o'zim muddasidan chiqqan ekan. Opam endi 19 yil o'qituvchilik qilib bir menga qanchib ketish sababi bilan falashlanib qolgan. Ayolim uyda shu 3 bolani beqish men shu mustaqil o'yinliga safarliga maqsam shu kirqatlarini yuk tayyorlab qilish, onamning oldini xabar elish. Ishga inim bo'lsin, garchi men cho'nglarni o'zim bilan turg'izib olgan. Biz bilan turistlar deb. Ayolimni shuni talab qildi endi. Biz bilan turist bo'lmaydi deb. Chunki ayolimningki dadasi, ayolim 6 yoshga kirganda tugab ketibdi ekan. Dadasiz-da? Ha, dadasiz. Andaq bo'lganda ekan men dadi mehri qanmay cho'ng'oqa. Opam dadam biz bilan tursin deb ayolimni o'zidan talab qilishi bilan, mening talab qilishim bilan shu opam dadam biz bilan birga. Shu ayolim oilada ham desabdi 3 bolani beqib, ota-onamning oldidan xabar elib, meningki har qancha qiyinchiliklarimga yaqin turib, turmush deganda jidal majrasiz turmush bo'lmaydi deydi. Biz lekin shu 3 bolalik bo'ldi hozir qadar sen pan deyishib mana bir o'llikrak. Masal joyil. Sirtni ko'nglim ranjib qasmay kirib o'nta turib aqrab qildigan mijozim bor. Ko'may xato vaqt bo'ldi. Xotin bilan endi yaxshi chiqishib qoldik. Bakrak achchiqim kelib qolsa, gap qilmay uydan bulg'ib turibsiz, topolmaydi ekan deb o'raydi. Achchiqim yetib qolganda aslan paydo bo'lib qolgan. Bu yaxshi amal. Uni sizni urasiz, uramaysiz. Tutvasan. Tutvanmisiz meni urdi. Shunday yaxshi o'timiz. Şu men ezelden mayli program oldu bo'lsin, mayli işte do'stlar yig'ilishi, ammaviy faoliyatlerde izchil deydiğini
uğalvala 100 tapımen, pul tapımen, terakki kılmen deydikin işini çokum kılış gerek. Birisi kol ilkimdi yok dep emas. Kol ilkimdi bolmasa qarz qilib turib ata-anasini bakka uğalvala. Ana lekin ayalınınki qılışı girişke uğalvala. Her qandaq qiyinchilikdan yengib o'tib, o'zi bilmay inovat tiklaydigan, ko'zlagan maqsad muddalariga to'liq yetadi ekan. Shu ikki nuqta hamda bizdeki ata-ananga yaxshilik qilamsa, javob qaytaramsa, javob qaytarma deydi ekanmiz hammamiz. Qachon? Ya bu yil kevazni terib paxtani satganda, ya oliy maktabni tutkizib xizmatga chiqib maash olganda, lekin biz shu pulni yig'ib ata-onamizga javob qaytaray deb bo'lib yo'qolib qoldik. Shu chaqda ne ata-onam mening asli pulimga emas, bir ko'y pul ketmaydigan minnatsiz bir mehr muhabbatimga muhtoj ekan toq asli deb yurak tatlab qoldi ekanmiz. O keyingi pushayman shu bizga hech qanday bir foyda kelmaydi ekan. Endi shu ko'zning masalasiga qaytib kelsak, menda jiqadamish ko'zingiz to'g'riliq savol sorsa xafa bo'lamsiz deyman. Qat'iy xafa bo'lmayman. Qat'iy xafa bo'lmayman. Chunki bu ko'z ko'rmaydigan bolalarning jiqlari boshqalarga biqindi bo'lib qilishda eng muhim sabab balamning ko'zi ko'rmaydi deb shunda sirtqi maqsad qaldığımız oyoqni ekib bo'lgan, yetlaydigan odamdan birisi tayyor turgan, shu bilan o'ziga tonish bo'lgan muhitning o'zidan o'zining harakat iqtidoridan ayrilib qoldi ekan. Asta-asta shuni kunab qoldi. Kunab qoldi ekan. Ana lekin ba'zi bolalarning lekin ko'zi ko'rmaydi yoki ma'lum bir a'zosi miyib deb ommaviy sorunlar bilan ijtimoiy munosabatlar uchrashtirmagan ekan. Olining psixikasidan masala ko'rilib, u bolalar yana ata-onadan keyin qolgan chaqdan ekan. Haqiqiy bir tirik jasadga aylanib qoldi ekan. To'g'ri. Bu ilq bu mutallabchanki odatda 5 a'zoyi odamlarga agar biz shu o'ziga chiniqish fursati bermasak, cho'qim shu biz qilpaga kunab qolishi mumkin. Keyin o'zi buni qila olmasligi mumkin. Endi ko'niladilik bir odamni bir qitim sarang desang, bir tishlamgo'sh sarang bo'ldi degan gap bor. Bu nima gapga desam, Yusufjon napisak, Yusufjon siz naqsh aytolmaysiz deb bir odam desa ishonmaydi, men aytolmaydigan tursam. Ikkinchi odam desa men aytolmam degandimi yo? Deb uchinchi odam Yusufjon siz naqsh aytolmaysiz, biz chavak chap qo'ygan bilan 3 edem deb bo'ldi, men rost naqsh aytolmaydi ekanman juma. Naqsh aytmagan bo'lib qoldi ekan. Joyiga ta'sir qiladi-da ular. Endi shu yilqi bizni nima sen qilolmaysan deb 3-4 odam degan bo'lsa, keyin biz to'xtab qilishimiz mumkin. Bizni qo'llab bugünkidek ana shu sahnalarda olqishligi, guldastligi muyassar qilgan shu xalq, ya'ni shu har qanday bir atrofdagi kelishlarni uchrasa, endi biz natija qozondik deb sanab tursaqmi, bizlar bilan silishtirib olmay, Allohning ko'zi ko'rmaydi, men da ishni qildim, qilolmadim, bas qilolmaydigan ama o demak. Ashlarga bir rag'batlantirib bersa. Men shu ko'z ko'rmaydiganlar to'g'riliq har qanday savol javob bo'lib qolsa, har kimningki men javob bersam, men bu qitim iltimos sunib qo'ydim shu ma'rifiy darschi. Har qaysi maktablarga berib maxsusmush yaxshi o'qish to'g'risida bolalarga. Bunday zaminlik she'r yozdim, manchilik naqsh tekstim aytildi, manchimon yomur chaqchaq yozdim degan bilan bizni savodsizlikning dardini bakchiq tatdik. Shuni shaxsan men ashuna bo'lgandan keyin mush to'g'riliq o'zimni misol keltirib turib leksiya so'zlaydigan qaqsiz mushu uskuni jabduqlarni o'zim chiqirmay, qatnashni o'zim chiqirmay shofirim bor. Chiqirib mush qurbimning yetishicha shu ma'rifidorlarni o'rlashtirib turish doirasigacha buning pushqoqligicha haqsiz bir leksiya so'zlashni menimcha bu ishni mutallab qila oladi. Nima desa biz davomli uning savollardan yumor chaqchaq, ilg'or fikrlarni anglab turyapmiz. So'z qobiliyati haqiqatan bo'ladi. Agar sharoit bo'lib qolsa, shunda mush arzuyg'imi yetkilab. Demak, bu mush mutallabning yaqindan beriki yetmoqchi bo'lgan bir muddaosi yoki orzusi deb tushunsak bo'ldimi mutallab? To'g'ri. Menimcha mutallabchan shuncha ajr mehnat singdirib jafo mushaqqat tirishib turmishib, oxir bizning nazarimizdagi ko'p qirliq bir san'atchiga aylandi. Ya'ni naqsh aytish, ijodiy ohang ishlash, ijodiy tekstlarni yozish,
Ondan başka doğraş, yani sahne eserlerini yazış, itot olsun mu, küçük olsun mu. Ondan başka hazır salonlarını işlep onun avazlık eserlerini, diplomasiya mesela, avazlık eserlerini taktiş, bu mu ümmetlergiçe katılış faaliyetlerini uyuşturup yeteklep degende. Bizim nazarımızda hakikaten özünün yeşide, tavsiyeler içinde biraz köp kırılık bir sanatçıga aylandı. Bunun nurgun ecir ketdi. Hem de növbette biz mi bu jigitning yani texmi şu qurbanlik chiqishini umid qilamiz ham o'zining ko'zlagan arzu armonlarga ya'ni bundan keyingi ko'zlagan masalan maktablarga berib yosh o'smirlarga o'zining chin yuragidagi ilg'or fikrlarni yetkazishdek leksiya so'zlashdek arzularga yetishini umid qilamiz. Endi oxirida biz Mutallibjon Qavul degandeklar uning qiziqarli yumorlari, uning san'ati, naqshisi, musikalari esimizga keldi. Bo'pmi yumorlari? Bo'pmi biz hammamiz yoqtirib anglaydigan yerlik shivalar yoki boshqalar do'raydigan qobiliyati. Bugun bizga biror ishki yumor so'zlab berishga bo'ladi Mutallib. Bo'ldi. Mayli taqlib bo'lgan bo'lsin. Yangi ovozda yaxshi. Naq maydonda bir anglab baqsa. Her səhər bir erkekni kutib turduğunu yüksek məsuliyyət. Amma sərkərdə əlküyər ərlər yürüşlüge əmrah bolğan hər bir günni mən çəksiz məmnuniyyət ülkədə kütüb alıman və tulub taşqan işənç bilən başlayman. Sərkərdə əlküyər ərlər yürüşlüki və çarçuyu suyuqluqi qamitimgə yanımı salafət bəxş etdi. Çolpanlarga xas cezbidarlıqni sizmi sərkərdə ərlər yürüşlükidin tapalaysız. Sərkərdə əlküyər ərlər teri asraş yürüşlüki və əlküyər məhsulatları. Mening endi Abdullaka qo'shib qo'ydig'ini men ichki orzuyim borchu. Bu endi nishon boshqa, orzu boshqa bo'ldi ekan. Nishonga endi sabab qilsak yetkil bo'ldi ekan. Mening tushunchamda. Orzuyim endi mangu reallikqa aylanmaslik mumkin. Lekin mush orzu orqali boshqalar bir ulgu yoki ibrat bo'lib qolsa jap emas. Mening endi birinchi orzuyim ota-onam yoshi cho'ng bo'lib qoldi. Men degandek onamning yo'sidan tushgan halashalatda. Birinchi orzuyim endi hozir qadar shu ota-onamizningki mehrini his qilib, ovozini anglab, etgan tuz taomini yeb cho'ng bo'ldik, tarbiyasini anglab degandek. Shu ota-onamning hayot vaqtida bir qitim bo'lsin shu ota-onamni o'z ko'zim bilan bir ko'rib olish orzu. Ikkinchidan-chi degan chog'da endi bu bilimsizlik har kim uchun yaxshi narsa emas ekan-chi. Men shu bir soat bo'lsa-mu bir o'qituvchining og'zidan o'quvchi bo'lib bir dars anglab berishni bek orzu qilman. Pul tepish bu hech qanaqa orzu yo'q menda. Shu ikki xil orzu endi hozirgi bizningki shu avlodlarimiz uchun, yoshlar uchun, bizning kichiklar uchun hamda ozodi sinib, pokiza o'rindiq, ilg'or o'qish materiallari, sapali o'qituvchilar hammasi to'liq. Shularning ichida men o'qishni majburiy ma'rif sifatida tugatayotganim bor emasmi? Shu bolalarga deydiganim, hamon bir kun shu bilimsizlik o'zini pushaymay keldi. Shu bir avlodlarimiz bir soat emas, bir minut vaqtini bo'sh qo'yib bermay bir bilim olsa. Bir harf, bir xat o'rgansimi hisobganchu. Hamon bir kun eslab qoldi, lekin yaxshi o'qimagan bolalar, bir ko'z ko'rmaydigan odam Abdulla Abdurimni endi o'tirib da'vatda yurgan askin jumada. To'g'ri. Bu gerçi Mutallib o'zi bu balkim ben yetamaydigan arzu bo'lish mumkin dedi endi. Odamda hammamizda arzu bo'lish kerak. Hozir butun mamlakatda ko'nglimizda arzu bor. Butun davlatimizning, butun davlatdagi har millat xalqimizning ko'nglida arzu bor. Eng buyuk maqsad nishonlarni ko'zlab ketyapmiz. Jumla Mutallib jami shunday ekan. Hozirgi fan texnikaning saviyasidan bu arzuga yetkil bo'lmaydi. Bizmi shuni umid qilamiz Mutallib. Shu yaxshi go'zal arzularga yetinglar. Balkim uzunga qolmay qarindoshlarning ko'ngil bo'lishi, fan texnikaning kuchi bilan balkim bu arzular amalga oshib kelishi mumkin. Faqat bunga vaqt ketadi. Rahmat. Unda bo'lsa shu Abdulla akamning oldida shu yaxshi kesib ishimizning oldida
bir jut şivelerden. He. Kichkinam Arya deb baqaylik Şu Xotanninki Chuqovaza degan yerda bir bala yo'lning o'ngdan so'lga o'tkicha chiroq qaramaylam o'tib bir mashina so'qab saldi ekanda. Ig'ir yarlanib yotgan mayanda bir yo'lovchi tilib urib qoldi ekan 120 ga. Ay qanday obdan tuluma tinchlik mavzuxonam. Tinchlik nima valim kas qildingiz? Ay bir go'shtini burug'lamay qalang. Ay bir yetim chiqvazad indim men o'tkichi mashina bir so'qab qapti. O'libmi deb yotibdi. Şunu bir kelib qutqizib qamtiki deb telefon algan. Ha butu biz hazırlan bakmaz. O gittik yanlamaqma bo'lmasmaydi bikat ular o'tdi. Deb shuni bilan Qashqardan tilib urib qoldi ekan. Tishliqma, tishto'lima qaydaragandan. Yaxshi nima valim kas qilib. Qaysay qasir bir vaymay olmagan ekan. Endi bir şey şu ba'ajit bu tushga tilib urdi ekan emas. Ba Xambazirning oldida bijitam, bijiköz osmonda, bijiköz qasqanda. İgizden tıkımığa pakanı biqini qaylab berib tikemedimmi? Mashina bir so'qab tashlabdi. Charib tasmali olib yatıda. Shunga qastirib bakat o'qishi har kelib qutqizasiz qayda ular. Bo'ldi efendim biz hazırlan birimiz. Ha bo'ldi be har kelchalar bo'lmas mayitim bakatib ulayverjima men deb qo'yar. Deb atishdan turib qoldi ekanda. Yaxshimisiz qanday valim gaz qilsiz? To'xtab turib ketem deyapman abishimga. Yo'q efendim 110, 119, 120 ga pul ketmaydi qanday bo'ldi? Unda olib qaz başdan kelni, uyga tishliqmandi, balcha qilcho, tishliqto. Yaxshi efendim nima avalim kas qildingiz? Men bir ishtimni mashina so'qiyibdi. Arba uylar alit gapdi. Shoy qasirga qizib qo'ysan qayda ularni? Bo'ldi efendim biz bag'ishimiz xap bo'lmamiş 110 telefon qilib qo'ysanglar bir mehmaydan qo'g'dab tursin. Onunga cho'p pul ketem deyapman deb. Ya efendim pul ketmaydi dedim, bu pul ketmaydi. Undan so'ng pul ketmaydigan nomerdan bir 40 ming deb qo'ysalar, aytganda qarash qushliq bir tilib turib, mo'da qaytmayman. Shuna turpandan urib qoldi ekanda. Ana, tozmi? Yaxshi, nima valim kas qildilar? Ana gap bu. Mana qo'yan saylangan do'qmish turmamda. Ha. Shu do'qmishda bir qo'ytuzni, mashina soqol qo'ytusna. Shunga qutqizib qo'ysingizlar qana qo'lar. Ha bo'ldi biz hozirlik bormiz. Sizlar anga chiqib olmay 110 ga telefon qo'ysingizlar, Nahmadan qo'g'dab turg'aysiz. Qana gap bu ketdi. Sizlar 120 ga. Ha. Ana xo'sh 100 o telefoningizlar demak qo'shningizlar olganki darizni voqea qo'ysinglar ha. Bugungi suhbatimizda biz Mutalibjon qavmniki o'sha yengilmas ro'yidan, g'ayrat shijoatidan yana nurg'un yangi his tuyg'ularga keldi qo'ysak bo'ldi. Bu o'ziniki shu kichkina ko'ngil yerimchiligini, ya'ni ko'zining ojizligini o'zi uchun besim qilib olmay, yana to'xtamay tirishish, hatto bizga o'xshash saq odamlarning qo'ldan kelmaydigan ba'zi ishlarni vujudga chiqarishdek go'zal bir orzu, armonlarni amalga oshirish uchun to'xtamay izlanish va haqiqatan bizning bizga o'xshash normal saq odamlarning o'rganishga tegishli bir ruhi deb o'ylaymiz. Sizga rahmat. Endi mayli burundan ko'z ko'rmaydi ekan deb qamson deb endi xijil bo'lib emas. Maqsadim saq odamdek yashash uchun bo'lgan ekan. Masalan, hukumatdan neplaydarlardan bizga amal aslarini taqib turdi. Unimi ishlatib baxmadim. Haliqi yo'lni bayqab maqdigan. Aslani ishlatmayman, endi atrofimda muqim odam bor. Bu birinchisi, ikkinchidan xalqlar ko'z ko'rmaydi. Unda emas-ku. Chiroy pokiz kiyim kichik joyida balkim bu. Ishlanmay qoladi. Bu gap menga nisbatan bir savol tug'diribdi. Bu kiyim kichik joyida ekan degan gap. Ko'z ko'rmaydigan odam degan menda bir ko'ynakni sab qo'ysa o'rtug'ida kirilish kutadigan qasmoq kiyimlarni kiyib yuzini yumay yuzini bo'libdi. Demakchimi? Balla bir normal odamlar yurib qapti ya deb hayron qolgan o'xshaydi. deb o'ylayman-chi. Bu o kishining aslida sana bo'lgan yaxshi bahosi
Bizim nurgun tillerimizde aşağı bir keltüylükli başka mana berip koyduğun. Lekin ameliyatta sen qayıllıqdan bolup nima de? Endi aylidimi mesela ashta qiyinchilik жүргендіктен qaysi kun bir ish bo'ldi. Men bir shogirtimga mashina alaylik deb Qashqarga borgan, berib yakandimdaman. Yakanda Qashqarga bordik, berib bir mashina bozib kelsa, men to'lmaydigan, men to'naydigan odam ekanman. 100 kilam to'naydi ekanda, bir ekrandalam to'nagan. Voy mutalibchan qabul deb ko'rishdi, ha desam, kep qolsaydi bir mashina lozim bular, kelgan desam, o'zingizga olamsiz dedi. Men buni tuzlam tushunib, ama shogird qalay degan. Bu sizning prov borda. İsmi yok mu? Sizning prov borda dedi. Men prov endi o'qimoqchi. Chaqchaqlayotgan o'xshaydi deymanda, o'qimoqchi desam, men provininki imtihon turiga yana boshqa turlarni qo'shidi ekan. Amal bor vaqtida ilovasini aslidagi sanatchilarning mangdaga yo'li jiq bo'ldi dedim. Ma'qul. Ashlamam dedi. Biz qilolmaydi ekan. Qo'shilib qoldim shunda olib qolsa-chi. Qo'shilib qoldim. Endi bir kuni azra kayfiyatim nachar o'tasam balam so'rab qol, cho'ng o'g'lim endi 6 yoshga kirdi. Dada dedi, desam, "Ochiqingiz kepkes ko'zingizga ishnim ko'raman bu sizni." So'xotdim, ayolim qo'pib, "Balam, dadani ochiq kelmasam ko'ziga ishim ko'ratmaydi." Shunday bir kulik chaqchaqlarimiz. Men faqatlam ish qilib ko'z ko'maslik degan gapni qandaqdir bir yaxshilik tarafdan o'ylaydigan bo'ldim. Ana deganda safarlarga chiqsak, yonimizda do'stlarimiz bo'ldi ekan. Üzülmeydi. Yalnız qolmaydi ekanmiz. Lekin shu saqlab bizning 3 turlik bor. Ko'z ko'rmaydigan 3 turlik ishimizni qaytarib bersan bo'ldi ekan. Qaysi desa. Men jiq o'ylandim shu 3 xil turda. Qatnashning ichida poyezdimiz ko'z ko'rmaydiganlarimiz bo'ldi ekan sizlar. Men ichida mangan ekan. Ma tanarket turda bu çilişiş asli ko'z ko'rmaydiganlarning tanarket ekan. Shu asaqlar bo'lgan ekan. En bu ko'ngil ichish turda ma san'at turda endi ko'ngil ichish turda tangsa asli ko'z ko'rmaydiganlar usul ekan. Bu tutvagat qo'yib o'ynaymiz. Bu usul o'ynasak, bizlar usul o'ynagan qizlarning oldi oyoqqa, biz oyoq olib qoldik ekan. Qiyinsan degan olmagan ekan. Ada tansni yaxshi ko'rar ekansizda. Abi tansni yaxshi narsamki deyman. Shunday qilib Abdulla akani aytdi, yaxshi bir yurak so'zlarimizni devilib, Yusufchanmi shu, menmi shu ayt yeniklab qoldik. Shunga akamda bayamdan beri gap so'zlarimizni yaxshi anglab berdingiz, yaxshi baholarni, yaxshi maslahatlarni berdingiz. Hamda men kasbiy naqshchi bo'lmasammi, o'zim yaqinda yozgan bir naqsham bor. Shu naqshamni bir sovg'at sifatida sizga va barliq do'stlarimizga bir sovg'at qilib etsam. Xo'p, biz ko'pchilik bilan birga anglaylik. Xo'sh, Intizorimiz naqshlarimiz. Rahmat. Sevmişim azar buldu cinimga. Teşnalık metinip yürüdüm dilimga. Sevmişim azar buldu cinimga. Seni eslep yığılmakta yürüdüm. Mümkün bulsa kilip ketkim yanımga. Eslep yığılmakta yürüdüm. Mümkün bulsa bir kilip ket yanımga. Kirpik bakmaydılar tanga ulaştı. Rengim tamam sevgi gülüm sulaştı. Kirpik
ulaştı. Rengim saman söygü gülüm sulaştı. Tünde hasret dilim bilen sırdaştı. Mümkün bulsa kilip kettim. Tünde hasret dilim bilen sırdaştı. Mümkün bulsa bir kilip kettim. Bular yazsam meğer dertlerim, göz yaş bilen tuldu süygü betlerim. Aslan bular yazsam meğer dertlerim, göz yaş bilen tuldu süygü betlerim. Yirak sen yetken bulsa xatlerim, mümkün bulsa kilip ketkinim var. Yirak sen yetken bulsa xatlerim, mümkün bulsa bir kilip ketkinim var. Canı kolum tutarımın tarda, sayrar dilim yalğızlıkның zarda. Nim canı kolum tutarımın tarda, sayrar dilim yalğızlıkның zarda. Ümidim şu tinigimning barda, mümkün bulsa kilip ketkinim.